Maşinka tarafdan aşxanasından bo'ldi, öy taomli aşxanasından bo'ldi, muzokirxonasidan bo'ldi. Bolalarning topshiriqini yurishtirgan o'rnatdan bo'ldi, bo'lib qolsanglar. Naq qavatli dükkandan bir ishlab qoldi. Yillik ijarasi 47 ming bezkoydan 6 oylik ijarasi bor. Bütün eslalardan qo'shib 60 mingga o'tkazib bergan dükkan ma'lum. Unda olib qolsa dükkanimizniki o'rnima bek yaxshi edi. Mana men qaysiz Qashqar bo'yicha Shingalga eng bog'liq qurolning biri bo'lgan 4 fasl bag'ichiniki tüy joylashgan. Mana men turib qaysiz Qashqar taraqqiyotning hammasi mana mushlab chiqqan dükkan mana ma'lum. O'rnida Qazim G'azabiyada bu demiş kitobxona qilishga, bolalarni ayni vaqtda muzokira qilishga, bunda yeteklab bolalarning topshiriqlarini yeteklaydigan, bunda o'rinqa o'rin. Endi mishadam shu asojatin o'yjiroq kelib qolgan sababim bor bo'lgan xizmatchigim yetish bilan g'aybat bo'lib qoldi. Edem turib olmayman mendan. Shuna biz dükkanımda o'tkazmoqchiman. Shanachi yuqori yana ochaman deb. Endi dükkan esa ko'rsanlar bo'ldi. Dükkandan chidamada gaz, tok, suv, shajdo islarning hammasi to'liq. Hatto o'bindan chiqariliq dükkanni jon shoqlab 2 qavat qilib qo'ygan. Tiga 60, esa 460, 120 kvadratmetr dükkan ma'lum. Mesela mishanda bir cho'mi finchonengo, ash veymeyla, bir shig'il bo'lib qolib qolsanlar, g'azab bo'ladi ma'lum. Xotonni bir shig'ilmasanlar, bu shinkadir edemek qilmas o'g'limdan bütün tijoratchi, uchi zada ish xizmatchilarga hammasi mishada yelib chiqdi hozir. Qashqar shahrimiz Shimqalda sanashan tijorat joyimichilar, uchi bor, bundan vermay chiqmam holatda ekan. Qashqardan talasam yemek bor. Lekin ma atrofda mana mishan qalasiz bir endi uyg'urashgan so'zlashmaydi, kulib chiqib qanaqdan bo'lgan o'rnidan bizga mana. Va dükkandan oldim arasi qasa to'xtab ketgan mashina qaysaqma mana taraqqiyotdan qancha kelganligini oldu. Mana biz dükkanimizdan oldidan marasi beqini lotariya xona ekan. Qag'allar ancha-muncha yo'g'on dükkan ekan, ijarasi mana nechasi qimmat. Shu dükkanni hozir 1,5 yil yog'i ishlayotgan dükkan ekan. Va dükkanni ichki salomat kitobxonada fitin heminim bor. Kitobxona qilsanlar maskilda o'rgan sabab mana bu dükkan nima ish qilib qolsanlar bo'lardi, ko'rib o'la ish qilib chiqarilib. Qanday yemek qilsangiz ham maskilda olam o'rin. Gözden tatib 7-8 ming dollar bigalos bor dükkanninki. Bütün sharoitimda yaxshi bo'lgan dükkan. Unda olib qolsa bevosita pulini deb birma dükkan 60 mingga o'tni pilda. Yoki bir to'rtxona, qamquruch, pishiriqlari degandek ishlar qilsanlar bo'larga o'rin. Aloqalash telefon nomeri 184 49 11 58 24. Jurak biz saqlab qo'yib, 4 fasl bag'isini oldirgan Lijing Tenchin degan o'tiraq rayonninki. Oldi olam gazanlar bo'ldi, xayr xo'sh.